Tramp Eronga yangi zarba berdi. Yaqin Sharqda urush yanada kengaymoqda. Yevropada dahshat, rekord jazirama 10 mingdan ortiq odamni hayotdan olib ketdi. Germaniya Ukrainaga 50 mingta zarba droni bermoqda. Rossiyaga yangi bosim. Tramp Eronga yangi zarba berdi. Yaqin Sharqda urush yanada kengaymoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning buyrug'i bilan 13 iyulga o'tar kechasi Eronga zarbalar berildi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Hujumdan maqsad Eronning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan dengizchilar va tijorat kemalariga hujum qilish qobiliyatini susaytirish hisoblangan. Oliy bosh qo'mondon Eron rejimini jilovlash uchun bu zarbalarni amalga oshirishga buyruq berdi, deyiladi Kentcom xabarida. Hujum oqibatida Bandar Abbos porti, Sirik shahri, Qeshim oroli, Boshir viloyati, shuningdek Hormuz bo'g'ozi hududlaridagi Jesk shahrida portlashlar qayd etildi. Hukumatga qarshi Mehr axborot agentligi Qeshim orolida bir kishi halok bo'lgani va 2 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Eron AQShning 11 iyul kuni amalga oshirilgan hujumlari tufayli Hormuzni yopib qo'ygan. Biroq Kentcom va Trampning o'zi bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Eron bo'g'ozni nazorat qilmaydi, kemalar qatnovi davom etmoqda, deyiladi AQSh markaziy qo'mondonligi xabarlarida. AQSh zarbalariga javoban Eron qo'shni davlatlarga hujum qildi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQShning Iordaniyadagi avia bazasiga raketa va dronlardan foydalangan holda muvaffaqiyatli zarbalar berganini ma'lum qildi. Bahrayndagi bir qator obyektlar, jumladan Amerika harbiylarining operatsiyalarini boshqarish va nazorat qilish markazi zarar ko'rdi. Iordaniyadagi Shahzoda Hassan avia bazasida bir nechta yirik raketa omborlari va yoqilg'i banklari yondi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vertolyotlariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'yicha muhim markazlarni, P-8 radioelektron jangovar samolyotlari uchun angarlarni va dronlardan foydalanib AQSh harbiylarining Shayx Isaddagi bazasidagi operatsiyalarni boshqarish va nazorat qilish markazlari yo'q qildi, deyilgan xabarda. AQSh 12 iyulga o'tar kechasi ham Eronga 140 ga yaqin harbiy obyektga, jumladan raketa va dron omborlari hamda aloqa markazlariga zarba bergan. Bu Eronning Hormuz bo'g'ozidagi GFS Galaxy konteyner kemasiga o't ochganiga javob bo'lgan. Eron tomoni mazkur kema tasdiqlangan yo'nalish bo'yicha harakatlanmagani uchun ogohlantiruvchi o'qlar uzilganini bildirgan. O'shanda AQSh zarbalaridan so'ng Eron Fors ko'rfazi davlatlari va Iordaniyaga hujum qildi. AQShning Qatardagi Al-Udeyd avia bazasi, shuningdek Amerika avia tashuvchi kemalari foydalanadigan Umondagi Dukum porti ham hujumga uchragan. Yevropada dahshat, rekord jazirama 10 mingdan ortiq odamni hayotdan olib ketdi. Yevropada rekord darajadagi jazirama fojiali oqibatlarga olib keldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, iyun oyining oxirida kuzatilgan kuchli issiq to'lqini oqibatida 10 mingdan ortiq odam hayotdan ko'z yumgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning aksariyati 65 yoshdan oshgan fuqarolardir. Mutaxassislar jazirama issiq urishi yurak-qon tomir va nafas yo'llari kasalliklarini keskin og'irlashtirganligini ta'kidlamoqda. Olimlar bunday rekord issiq to'lqinlari iqlim o'zgarishi oqibatida tobora tez kuzatilayotganligini aytmoqda. Ayniqsa Fransiya va Belgiyada o'lim ko'rsatkichlari keskin oshgani qayd etilgan. Mutaxassislar Yevropada bunday jazirama to'lqinlari kelajakda yanada ko'payishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Germaniya Ukrainaga 50 mingta zarba droni bermoqda. Rossiyaga yangi bosim. Germaniya Ukraina uchun qiymati qariyb 90 million yevrolik 50 mingta shiriki zarba beruvchi FPV dron xaridini moliyalashtirmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu buyurtma G'arb davlatlari tomonidan Kiyev uchun amalga oshirilgan eng yirik dron xaridlaridan biri hisoblanadi. Dronlar Ukrainaning Skyfall kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi va ularga AQShning mudofaa texnologiyalari kompaniyasi ishlab chiqargan dasturiy ta'minot o'rnatiladi. Mazkur tizim dronlarga parvozning yakuniy bosqichida harakatlanayotgan nishonlarni avtomatik kuzatish va zarba berish imkonini bermoqda. Auterion bosh direktori Lorenz Mayer Reutersga shartnoma qiymati qariyb 90 million yevro ekanligini tasdiqlagan. Uning aytishicha, dronlarning bir qismi allaqachon Ukrainaga yetkazilgan, qolganlari esa joriy yil oxirigacha topshiriladi. Skyfall Germaniyaning ushbu xaridini moliyalashtirayotganligini tasdiqlagan, biroq bitim tafsilotlariga izoh bermagan. Germaniya va Ukraina mudofaa vazirlari esa operatsion xavfsizlik sababli bu masala yuzasidan izoh berishni rad etgan. Lorenz Mayerning ma'lum qilishicha,
Auterion bu yil turli ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikda va G'arb davlatlarining moliyalashtirilishi hisobiga Ukraina uchun jami 100 mingta dron yetkazib bermoqda.